Avvalambor assalomu alaykum qishloqdoshlar, musofirda yurgan aka-ukalar, ahli O'zbekiston, sog' salomatmisizlar? Mana aka-ukalar Guloyim opani ishini boshladik. Fundamentlar tayyor bo'ldi. Xudo xolasa ertalab ustalarimiz kelib ko'tarishni boshlaydi. Bloklar hal bo'ldi hammasi. Yog'ochlar olingan, strapilalar olingan, shipirlar olingan. Xudo xolasa inshaalloh bir haftaning ichiga ko'tarib ustini yopamiz. Shu musofirda yurganlar, O'zbekistondan yordam qilaydiganlar, qishloqdan yordam qilaydiganlar, hammalaringizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Umrlaringizdan baraka topinglar. Ilohim mana shu qilaydigan ehsonlaringizni Alloh taolo dargohiga qabul qilsin. Birlaringizga ming bersin. Hammalaringizga katta rahmat. Hammalaringizning xonadonlaringizga doim yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Mana shu opamizni ham farzandi bir o'ssin, ulg'aysin, bir yaxshi kadr bo'lib yetishsin ilohim. Opamiz ham mana shuni izidan bir xursand bo'lib rahmatli eshitib yursin. Bir mana shunday kam ta'minlangan, mana shu boquvchisi yo'q oilalarga bir ehson qiladigan, bir diyonatli, bir zo'r yigit bo'lsin ilohim. Akalar manaki shu Bremenkani oldidan bitta havuz qildik Aristonga. Havuzimiz ham tayyor bo'ldi. Bugun havuzimizni ham qapog'ini qo'yib, betonlarni qilib, hammasini chiroyli qilib berib ketdi yigitlar. Yigitlarga ham katta rahmat. Mana endi Xudo xolasa buni ko'tarib, ustilarini shipirni tugata olsak, ana keyin ishga o'tamiz. Birinchi ochiratga elektr xizmati Muzaffar degan ukamiz bilan gaplashib qo'yganmiz, kelib montajlarni qilib beradi. Keyin ishka-turkani boshlaymiz. Patologini qilamiz, uyda uchta xona bo'ldi-da endi. Bitta 6 metrlik, bitta 4 metrlik, bitta baniya, keyin tandirxona bo'ldi. Patologlarni qilamiz, ishka-turkasini qilamiz, atdelkasi, aboyi, tashqari stachkalarni qilamiz. Nasib bo'lsa keyin gilamlari, pardalari, aristollar, qo'ldan kelguncha imkon boricha hammalaringizdan iltimos yordam qilib turinglar. Hozircha tosh shipirgacha hamma materialni olib bo'ldik. Endi bu yog'i adeshkada bilib tursanglar, ko'pi ketib kami qoldi. Mana shu ehson qilganlarning hammasiga kattakon rahmat. Ko'p insonlar yordam qilyapti. Qishloqimizdan ko'p akalarimiz, tadbirkor akalarimiz, tadbirkor ukalarimiz ko'pchiliklar yordam qilyapti. Rahmat. Mana shu opani sharoitini ko'rib, ahvolini ko'rib, shu opaga ancha yordam bo'lyapti. Mingta blogimiz qoldi, u ham hal bo'ldi bugun. Xudoga ming shukr. Mana hozir bloglar kelib tushyapti. Erta oxirgi rest keltirib tushiradi ertalab. Ustalarimiz tayyor. Nasib bo'lsa erta bismillah deb blogni boshlaydi. 2 kunda tugatamiz dedi. Ko'pchilik sakkiz yigit yashasin shular mana fundamentlarni quydi chiroyli qilib. 3 kun 4 kundan beri to'xtab turdik. Endi u sal qotish kerak, u fundament qotmasa u yorilib ketadi, ustiga yuk chiqsa. Shuning uchun men aytdim, bir payt deyinmaylar, qurisin fundament. Buni nasib bo'lsa endi ertalab boshlaymiz. Hammalaringizga katta rahmat. Qo'ldan kelguncha yordam qilib turinglar. Kartalarni qo'yamiz. Rossiya uchun o'zimiz Sberbankim qo'yilgan. O'zbekistonliklar uchun G'olib akam kartasi qo'yilgan. Imkon boricha qo'ldan kelguncha yordam qilib turinglar. Hammalaringizga sog'lik, omonlik, sog' salomat bo'linglar. Iloji boricha YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Like bosinglar. Kanalni ham sal rivojlantiraylik. Kanalga ham obuna bo'lib, like'ni bosib turinglar.
Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Alloh taolo hammalaringizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Ana arkada boshlandi. Ustalar keldi. Mana bitta ham boshlab oldik. Mana yashaylar ustalar, qo'llari dard ko'rmasin. Mana bu yerga bir gruppa ustalar keldi. İchimlik suvga hovuz. Havuzumuzdan bitti hesabı. Mana havuzdan bitti. Havuzda og'zini to'kyapti va tamom. Mana kadar geldik. Bence tushdi.